Oq kiyimdagi yapon jangchisiga e'tibor bering. Hozir u ichidan larzaga tushgan va tezroq sahnadan chiqib ketishni istayapti. Chunki uning raqibi Melvin Manhoef, MMAdagi eng xavfli jangchilardan biri. Jang boshlanishidan oldin hamma Melvin oson g'alaba qozonadi deb o'ylagan edi. Bu inson yirtqich, nihoyatda kuchli hujum qobiliyatiga ega. U har bir raqibga birin-ketin parchalash mumkin bo'lgan o'lja sifatida qaraydi. Gong yangraydi va Melvin bir zumda yirtqichga aylanadi. U raqibini go'yo gepard antilopani quvlagandek bo'chakka haydaydi. Har bir kuchli zarba tomoshabinlarni hayratga soladi. Yapon jangchisining onasi bu manzaraga dosh bera olmaydi. Go'yo mag'lubiyat muqarrardek tuyuladi. Ammo o'ziga haddan tashqari ishongan Melvin hal qiluvchi xatoga yo'l qo'yadi. U o'z ixtiyori bilan xavfli jiu-jitsu hududiga kiradi. Birdan yapon jangchisi sokin ovchiga aylanadi. Bo'g'imdan chiqqan qattiq tovushdan so'ng bir paytlar mag'rur bo'lgan Melvinning taslim bo'lishdan boshqa chorasi qolmaydi.